Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun 500 talik Vasat Sportdan Ninja modellarim sotuvga chiqdi. Batafsil to'liq obzorni qilib ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda albatta. Buni birinchi hafta rasvetkasiga kelamiz. Ko'k, qizilga oq hamda Tiffany'ga rasvetkasi bor. Hamda qora, doimiydek. Tiffany'ning orqasini qaranglar, juda ham chiroyli, balonigacha daji sepilgan. Xo'p, bu mototsiklimiz 500 kub, injektor motor, ABS sistema. ABS sistemasi bu joyda alohida. Juda ham katta radiator qo'yilgan. 4 tali LED faralar. Juda ham yo'lda yaxshi yortadi. Hozir birgalikda ko'ramiz. Elektron tablo bilan jihozlangan. Mana. LEDini qaranglar buni. Bu yonida qo'shimchasi, bu ikkitasi daniniki, bu blijinniki. Faralarda ham pavorotniklari bor. Katta balonlar, orqasi juda ham baquvvat mayatni qo'yilgan. Balonning o'lchami ham 16 ga 60, 17 diskada turibdi. Bu ABS uchun alohida miya va yumshoq amortizator. Yaxshi yo'llarda uncha yamani sezmaysiz daji. Bular ham mustahkamidan qo'yilibdi ancha. Bular tezligi kerakli bo'lsa 170, 175 bo'ladi. 100 ga 5 ta 7 ta rasxod qiladi. Baki 18 talik bo'ladi. Elektron tablo, video registrator va telefonni ulab olish funksiyasi bo'ladi. Istagan telefonda navigator yoki boshqa narsa vazifasini o'tab ketara sizga. Bularni narxini $3200 dan optim narxda berib yuboramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatini tashkillab beramiz. Agar qiziq bo'lsa, pastda raqam qo'yib qo'yaman, bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishlaring mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan.